pastda yuraverar ekan, biz baland binolar ekan. Bu tepaga chiqsangiz boshqacha yuraverar ekan. Ana ko'rib turgan joyingiz bor-ku? Mana shu mehmonxonadagi suvlarni, ishlatilgan suvlarni qayta ishlab, filtrlab, tozalab, yana qaytarib beradi. Bu bitta birorta bir jilg'a oqib turadigan deydimi? Nima deb ozgina childir qilib oqib turadigan. Ariq yo'q. Ariq ham ko'rmadim. Bizda katta soylar, eshigimiz tagida suv to'xtamay oqib turadi. Biz oddiy kichkina mahallada o'tirsak ham. Pampers tashlab yuborishadi ariqimizda. Keyin endi betqo'lingizni taraf qilaman desangiz, pampers oqib keladi, bundan qilib. Ajoyib, qadriga yetmas ekan-da baribir. Bu joylarda neft, oziq-ovqat, sharoit zo'r bo'lgan bilan bir kam dunyoga ekan arig'i yo'q. Bizda ikkosi ham bor, ham sharoit, ham tabiat, qovun torbizi, meva-chevalari. Kecha bitta Qo'shtog'iga qovun bersak, bechora ko'zgingiz tutib yeyapti naqali. Ajoyib. Bitta ishlasa dehqonchilik bo'lmagan. Gapingiz bu ehson qilganinglarni qo'ymanglar deyishyapti. Yo'q, kecha bittasi keldi, o'zim kuzatib turar ekan, rahmat shunchalik. Ehson qilganlaringni qo'ymanglar. U riyoga kiradi. Bo'da aka, hammasini qo'yganimiz yo'q dedim. Ana ish bilib turgan bolaga 5 riyaldan beryapmiz. Bundan tashqari yana haligi ichkarida xodimlar bo'lar ekan-ku, o'shalarga 10 riyal beryapti. Ularda qo'yganimiz yo'q deb aytib qo'ydingiz, videoda yana aytib qo'ydingiz. Hay ko'rishgan yo'q. Ha, to'g'ri. Oxirigacha ko'radimi, yo'qmi bilmaydi. Oxiriga qo'yasiz. Ammo tevadan chiroyli ko'rinar ekan. Nimani ortida? Nima shu?